Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan yana Farhod Tursunov YouTube kanalimizda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Demak, birozgina qisqa tanaffusdan so'ng yana sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Bu safargi videolarimiz mavzusi VPNlar haqida bo'ladi. Sizda bo'lsa video darslarimiz davomida VPNlar haqida biroz oldinroq gaplashganmiz. Video dars ko'rinishda menimcha kuzatgansiz, ko'rgansiz. Xo'p, aynan mana shu mavzuni birozgina qisqa qilib amaliy qismiga to'xtalib o'tamiz. O'zi brauzerga qanaqa qilib VPN o'rnatish kerak, qanaqangi VPNlar bor o'zi, qayerdan topamiz degan savollarga javob topishga harakat qilib ko'ramiz. Birgalikda bajaramiz. Bu amaliy qism bo'ladi albatta. Xo'p, mana brauzerda biz turibmiz hozir. Ko'rib turganingiz albatta brauzer, Google Chrome brauzer hisoblanadi. Buni boshqalardan ham qilsangiz bo'ladi. Misol uchun Microsoft Edge da ham qilsangiz bo'ladi yoki Yandex da ham qilsangiz bo'ladi bemalol. Demak, nima deymiz, qanaqa qilib topamiz? Imkon qadar osonroq yo'lini tushuntirishga harakat qilamiz sizga. Mana brauzerga extensions deb yozsangiz ham bo'ladi. Mana extensions VPN yoki extensions deb yozsangiz bo'ladi yoki bo'lmasa Chrome extensions deb yozsangiz ham bo'ladi. Mana yo'g'onish bitta bosasiz. Mana bu yerda birinchi chiqqanda bizda Google Chromening o'zini rasmiy magazinini beradi, web store'ini beradi. O'sha web store'ga kiramiz. Bu yerda xohlagan biror bir ilovangiz bo'lishi mumkin. O'rnatib olishingiz mumkin bemalol. Faqatgina nima qanaqangi ilova o'rnatayotganingizni biling avval. Shunchaki yaxshiroq ko'rinar ekan deb o'rnatib tashlayvermang hammasini. Xo'p, bu yerda VPN ni qanaqa tortamiz? Poisk orqali, misol uchun VPN desak ham chiqadi. Mana qarang, Urban VPN proxy bor, Free VPN bor, Tunnel bor, besplatniy VPN bor, Nox VPN bor. Browse Security VPN bor, juda ham ko'p VPNlar. Yoki bo'lmasa Free VPN deb yozamiz. Free VPN deb yozsak, mana ko'ryapsiz, juda ham ko'p VPNlar bor. Xohlaganda o'rnatishingiz mumkin. Albatta, bular yaxshi VPNlar hammasi. Biz odatda VPN ni nima uchun ishlatamiz? Birozgina eslab olaylik avval. VPNlar bilasizki, aynan ko'pchilik bloklangan yoki cheklov tushgan saytlar, veb saytlarni yoki platformalarni ishlatish uchun ko'pincha foydalanishadi ko'pchilik. Aynan mana shu maqsadda ham, foydali maqsadi ham bor. Buni video darsimizda ko'rgansiz. VPNlar orqali xavfsizlikni ham ta'minlash mumkin qisman bo'lsa-da. Lekin bitta narsani aytib ketaylik. VPN o'rnatdim, meni kompyuterim yoki meni ma'lumotlarim 100% himoyalandi deb ham ayta olmaymiz. Yoki VPN o'rnatib, endi xohlagan saytimga kira olaman deyishimiz ham qiyin. Bitta narsa aytishimiz kerak, VPN o'rnatgandan keyin internet biroz sekinlashadi. Sababini bilsangiz kerak menimcha, o'sha bloklangan saytlardagi cheklovlarni chetlab o'tish uchun sarflanadi va albatta o'ziga yarasha to'siqlar paydo bo'lganligi uchun birozgina internet sekinlashishi mumkin. Ya'ni o'rnatib bo'lganingizga nima uchun internet menga sekinlashib qoldi deb hayron bo'lmang. Xo'p, juda ham ko'p VPNlar bor. Misol uchun yana bitta juda ham qo'llaniladigan mana Hyperhost VPN bor, Proxy for Chrome uchun ya'ni. Keling shuni o'rnatib ko'ramiz. Mana bosdik. Bu yerda tafsilotlari bor. O'qib chiqing xohlasangiz, juda ham ko'pchilik foydalanadi bundan. Men o'zim ham bir necha marta foydalanganman. Xo'p, mana bu yerda ustanaviy turibdi, o'rnatish. Bosamiz. Ustanaviy разрешение, ya'ni ruxsat beramiz o'rnatishga. Ko'p vaqt olmaydi. Mana shu o'rnatildi. O'rnatilgan. Bu yerda chiqib turish kerak. Agar chiqmasa разрешение ham bosasiz, zakirpitga bitta bo'lasiz, mana tushdi. Ko'rdingizmi? Agar sizda ko'rinmasa, agar mana bu расширение bo'lmasa, mana bu chekkadagi настройкадан topib olasiz. Mana расширение ham bosasiz. Ukraina расширение ham bosasiz. Mana bu yerda ko'rib turadi. Ko'rdingizmi? Google Hyperhost o'rnatilgani haqida sizga ma'lumot beryapti. Svideniya ham bosasiz. Mana ma'lumot butunlay ko'rishingiz mumkin bemalol. Agar topa olmasangiz deymanda, mana bu yerda chiqib turadi, расширение bosasiz, zakirib qilsangiz birdan to'g'ri-to'g'ri mana bu yerda turadi. Ko'rdingizmi? Bitta bosamiz ustiga. Hozircha o'chiq turibdi, ya'ni VPNimiz o'chirilgan, start connection deb yozilgan, ya'ni start bering deyapti. Mana bu yerdan davlat tanlashimiz kerak. Ya'ni bizning kiradigan IP manzillarimiz qaysi davlatdan ko'rinishi kerak. Misol uchun Ruminiyani tanlasam, biz go'yoki Ruminiya hududidan kirayotgandek bo'lamiz. Ya'ni IP manzillarimiz o'sha yerda ko'rsatadi. Gollandiya bo'lsa, Gollandiya, Germaniya va United States, ya'ni Amerikani berish mumkin. Xohlaganimiz tanlab olamiz. Keyin start connectionga bosamiz. Connected, ya'ni bog'landi. Bo'ldi, demak bizda VPN ishlayapti. Mana ko'rdingiz, yondi VPN.
masalan bloklangan saytlarga yoki cheklov bo'lgan saytlarga bemalol kirib foydalanishimiz mumkin, ma'lumot olishimiz mumkin, ma'lumot almashishimiz mumkin. Jiddiy bitta narsani aytmoqchiman. Faqat mana shu VPN bo'ldi, ya'ni VPN o'rnatdim degani yana qaytaraman xohlagan saytga kirish imkoniyatini bermasligi mumkin. Ba'zilarda savol tug'iladi. Yangi o'rganuvchilarda yoki birozgina yiroqroq bu sohadan, ITdan yiroqroq insonlarga qiziq savollar bizga kelib tushadi ba'zida. VPN o'rnatganimdan keyin bemalol Darknetga kira olamanmi? Yo'q, bu Darknetga kirish oson ish emas. Birinchidan, ikkinchidan maslahat berilmaydi har doim ham. Darknet mavzusi juda ham katta mavzu. Buni soatlab gapirishimiz mumkin. Xudo xolasa, vaqtimiz yetsa, imkonimiz yetsa, Darknet mavzusida albatta video chiqaramiz. Xudo xolasa, loyihalarimiz bor, faqatgina bizda birozgina vaqt chegaralangan. Shuning uchun sizda qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol izohlarda qoldirishingiz ham mumkin. Xo'p. Aynan mana shu VPN o'rnatish. Keling biz boshqa yana VPN o'rnatib ko'ramiz. Free VPN, ya'ni o'zi aslida Free VPN deb yoziladi-yu, xohlaganimiz o'rnatib olishimiz mumkin. Mana Бесплатный VPN для Chrome. Buni ham o'rnatishimiz mumkin. Razрешение beramiz, ruxsat beramiz. Xo'p, o'rnatilyapti. Bu ko'p vaqt olmaydi, chunki bu kichik ilovalar. Qo'shimcha bizga o'sha Yandex uchun skachat qilib beryapti albatta. Yoki bo'lmasa, TunnelBird'ni ham ba'zida maslahat berishadi mutaxassislar, juda ham yaxshi, juda ham kerakli deb. TunnelBird ham anchagina ommalashgan VPNlardan biri hisoblanadi. Mana bu загрузка bo'lguncha biz birozgina kutib turaylik. Установить qilishimiz mumkin, установить разрешение. Albatta mana bu TunnelBird уже o'rnatildi, mana ko'rib turibsiz, o'chirilgan turibdi. Faqat buni ham chiqarib qo'yaylik, yaxshisi. Mana buni ham chiqarib qo'yamiz, keling. Mana bir vaqtning o'zida bir nechta VPN da kirish imkoniyati bo'ldi. Faqatgina bittasini o'chirib qo'yganimiz ma'qul. TunnelBird uchun akkaunt kirib, o'sha akkauntimizni kiritamiz yoki yangi akkaunt yaratib olamiz, kirib ketaveramiz bemalol. Vaqtingizni o'g'irlamasligi uchun bunga kirishim shart emas. Shunchaki sizga VPN ni qayerdan topish kerakligini yana aytdim. Mana bu yerdan extensions deb yozsangiz ham bo'ladi. Extensions deb yozsangiz ham bo'ladi yoki Chrome extensions deb yozsangiz ham bo'ladi. Chrome Web Store deb yozsangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. Kiradi albatta. Siz o'sha topishingiz kerak mana internet magazinni, ya'ni Chromening o'zining internet magazini topasiz. Mana bu yerda esa poisk berasiz, chiqib kelaveradi VPNlar. VPN o'rnatish haqida videolarimiz mana shu yerga to'xtatamiz. VPN haqida qanaqadir savolingiz bo'lsa, albatta berishingiz mumkin. Qo'limizdan kelgancha javob qaytaramiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Yangi loyihalarda tez orada ko'rishamiz. Salomat bo'ling.